Kashmirda terakt sodir bo'ldi. Terrorchilar sayyohlarni otib o'ldirdi. Isroil bu safar G'azodagi maktabni nishonga oldi. Qurbonlar bor. AQShga qarshi chiqayotgan Yaman to'xtamoqchi emas. Bugun shular haqida gapiramiz. Assalomu alaykum. So'nggi sutkada jahonda ro'y bergan eng muhim voqealar tafsilotini Yoshlar ovozining xalqaro dayjestida hoziroq tomosha qiling. Demak, biz boshladik. Kashmirda yana terakt sodir bo'ldi. Hindiston nazorati ostidagi Pahalgam kurort shahridan 5 kilometr uzoqlikdagi Baysaran o'tloqlarida sayyohlarga qurollangan shaxslar yaqin masofadan o'q uzgan. Hozirgacha kamida 26 kishi vafot etgani aytildi. Mahalliy politsiya zobitlariga ko'ra kamida 30 kishi yaralangan. O'ldirilgan sayyohlarning aksariyat qismi hindistonlik bo'lgan. Hindiston hukumati buni terror deya baholamoqda va bunda azaliy raqibi Pokistonni qo'li bor ekanligini da'vo qilmoqda. Saudiya Arabistonda bo'lib turgan Hindiston bosh vaziri Narendra Modi safarni qisqartirib Dehliga qaytib keldi va jinoyatchilar albatta jazolanishini ta'kidladi. Xabaringiz bor, Hindiston va Pokiston Kashmir uchun ancha yillardan beri talashib keladi. Hozirda ikki davlat bu hududni bo'lib olgan bo'lishiga qaramay, to'liq nazorat qilishni istaydi. Aksariyat qismi musulmonlardan iborat bo'lgan Hindiston boshqaruvidagi Kashmirdagi ko'pchilik isyonchilar hududni Pokiston bilan birlashtirish yoki mustaqil davlat yaratish maqsadi bor. Hindiston esa bunga rozi emas. Kashmirdagi qo'zg'alonlarga Hind hukumati doimiy ravishda Pokiston homiylik qilishini ta'kidlab keladi. Pokiston esa ayblovlarni rad etadi. Kashmirliklar bo'lsa buni qonuniy erkinlik kurashi deb ataydi. Isroil bir kunga bo'lsa ham G'azoni tinch qo'yayotgani yo'q. Qurbon bo'layotgan falastinliklar soni kundan kunga ortib bormoqda. Seshanba kuni Isroil kuchlari G'azo shahridagi boshpanaga aylangan maktabga zarba berdi va kamida 10 kishining umriga zomin bo'ldi. Ularning aksariyati yong'in natijasida qurbon bo'ldi. Shuningdek, Eldorra pediatriya kasalxonasiga ham zarar yetkazilgan. Afsuski, vaziyat haligacha yumshamayapti. Qatar bosh vaziri Shayx Muhammad bin Abdulrahmonga ko'ra Doha urushni tugatish uchun vositachilar bilan ishlamoqda, ammo hanuzki natija yo'q. G'azo hukumati matbuot xizmatiga ko'ra, Isroil genotsidi natijasida shu kunga qadar halok bo'lganlar soni 61700 dan oshdi. G'azoda urush boshlanibdiki, Falastin xalqini qo'llab kelayotgan guruhlardan faqat Husiylar qoldi. Ular AQSh va Isroilga ochiqchasiga tahdid qilishda davom etmoqda. Natijada Yamanning o'zi ham talofatlar ko'rib kelmoqda. Al-Masirah axborot agentligining ma'lum qilishicha, so'nggi sutkada AQSh harbiy havo kuchlari Yamanning 3 ta hududiga uchuvchi samolyotlar uchirgan. Seshanba kungi bayonotida Husiylar vakili Yahyo Sari guruhning havo hujumidan mudofaa kuchlari Hajja gubernatorligi havo hududida Amerikaning uchuvchisiz samolyotlarini urib tushirganini aytdi. Sarining ta'kidlashicha, bu guruh shu oygacha urib tushirgan 7-chi AQSh dronidir va Isroilning G'azoga qarshi genotsid urushi boshlangandan beri esa 22-chisi ekan. AQSh mart oyidan buyon Yamanning Husiy nishonlariga qarshi deyarli har kuni halokatli havo hujumlarini amalga oshirdi. 200 dan ortiq odam o'limiga sababchi bo'ldi. AQSh shu kabi hujumlar bilan Yamanni to'xtatishga chaqirib kelmoqda. Husiylar esa G'azodagi falastinliklarga birdamlik ko'rsatish maqsadida AQSh kemalarini nishonga olayotganliklarini ta'kidlab kelmoqda. Bizda hozircha shular. Yoshlar ovozida qoling, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.